Assalomu alaykum, brat, yaxshi keldingizmi? Bratimiz Shavotdan gapdi. O'zi avvaldan mijozimiz, hozir $5000 shotni taxladik, uladik kompyuterlarini. Bu yerda ajoyib bir indikator ham ulab berdik. Brat hozir tushuntirib, xudo xolasa buni ham ishlating, foydasi bor. Buni o'zi sotib olganmiz, hozir shu kanalimizda Xorazm Forex X4 deb kirsanglar, Xorazm Forex kanalida fayllar bo'limida turibdi. O'rnatish videolar ham hammasi bor. O'zi urinlarni sizlarga tashab beradi. Xudo xolasa yana qaranglar. Остановка разворотdan shunday razvorot olib turibdi 1 soatlik svechada. Bu narsadan foydalanib ishlatsa bo'ladi. Sho'llarning kelishini hozir bizlar planlab turibdi, agar bu chiziqlarimiz pasa yuborib bermasa. İşlərinizə omad, pul yetiş nasib etsin. Xudo xolasa 5400 ga ko'taring, ayting, Aryanni neda bo'lsangiz ham ona kelasiz, yo bo'lmasa onlaynda verifikatsiya jarayonlarida o'zim ko'maklashib turaman. Pul yetish nasib etsin. Xudo xolasa sizlar ham ishlar omad. Rahmat. Shunday xizmatlarni yana besplatniy aytib turibdilar, yanına kelib turibmiz. Hamma shulardan prop olib ishlaymiz. Bir marta prop eshitdik. Bu 4-chi sotib olishimiz, xudo xolasa. Nasib etsa endi bir yechamiz degan niyatdamiz. Xudo xolasa. Birgalikda. Bo'ldi. proptrading.uz saytimizdan bilasizlar, bu yerda do'stlar ko'plab informatsiyalar bor. Ko'ringlar, yana savollarga javoblar degan bo'lim ham bor. Bu yerda shu sizlarni ko'p berishlaringiz mumkin bo'lgan savollarning hammasine javoblar yozilgan. Case'lar bor, shu yechilgan pullar, necha shotdan necha so'm daromad olinganlari, sertifikatlar hammasi bilan danishinglar. Hammaga omad. Sharhlarda shu prop so'zini yozib qo'ysanglar ham men o'zim aloqaga chiqib tushuntirib beraman.